Assalomu alaykum aziz gruppadagilar. Endigi navbat mana bu prana choyimizga. Bu prana choyi nima qilib beradi azizlarim? Prana choyi bizning o'pkamiz organizmimizdagi filtr organlardan 5 ta filtr organlardan biri hisoblanadi. Bilasiz, o'pka havoda nafas olganimizda havodagi turli xil gardlarni o'z yuzasida filtrlab olib qoladi va shuning natijasida o'pkamiz ham nima bo'ladi azizlarim, shikastlanadi. Mana bu hozirgi tumovli pishqoqli kunlarda azizlarim, sizlarga mana shu prana choyini va biodronni iste'mol qilishlaringizni tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Bu prana choyimiz o'pka yuzasidagi o'sha shlak musorlarni yo'q qiladi, nafas olish organlaridagi shamollashlarni, tomoq og'riqda, isitmada, umuman olganda shamollashni bartaraf qilishga zo'r yordam beradigan mahsulot hisoblanadi.